Akalar, assalomu alaykum. Bir narsalarni ham ko'rsatib o'tmoqchiman. Shu ishimizdan tashqari yana ozgina shu qiziqish ishlarimiz ham bor. Xudo xolasa mana ko'rib turganingizdek, ilon baliq ko'paytirish uchun kichkinagina hovuz qilib qo'yganmiz. Matchli ilon baliqlari tashlaganmiz. Mana guvoh bo'lib turganingizdek. Oldi 5 kilo, 6 kilolik, kichkinalari shu 1 kilo, 800 gram, 1 kilogacha ilon baliqlarimiz bor. Ko'rib turganingizdek, ushbu joyga 60 ta jup ilon baliq tashlaganmiz va tabiiylik yaratish maqsadida qamichlarini maxsus shunaqa yashiklariga ekib joylashtirib chiqqanmiz har joylariga. Bilmaganlar uchun aytib o'tmoqchiman. Bu nimaga bilasizlar? Ilon baliq yashirinib ov qiladi. O'zini shunaqa qamishlar orasida o'zini erkin his qilib, tabiiylik sharoitda ko'payishga yordam beradigan shu qamichlari bo'ladi. Xo'p, hovuzingiz necha aka uzunligi va eniga necha, men ham qiziqyapman deb aytadigan bo'lsangiz, eniga 5 metr qilingan, uzunligi 13 metr. Avvalambor mana 70 cm kovlangan va o'rtasi 1.20 qilingan. Bizani shu joylashgan shu manzilimizda suv 1 yilda bir kelib o'chadi. Ya'ni mavsumiy. Shu holatda qishki paytlarida 3 oy 4 oy suv bo'lmaydi. Suv ketib qolmasligi uchun salafonlar qo'yib shunaqa suv to'ldirganmiz. Va ichki tomoni chuqur bo'lganligini sababini aytib o'taman. Sababi qish paytida baliqlar hammasi pastga tushadi, muzlab qolmaydi, yaxshi holatda turadi. Shuning uchun o'rtasini chuqur qilganmiz. Kun qancha isigani sari mana guvoh bo'lib turganingizdek, baliqlarimiz tepaga chiqadi. Ilon boshlarimiz. Bu uncha-munchaga kasal bo'lmaydi. Shu ozuqasini berib tursangiz, ozuqa nima bilan ovqatlanadi, ya'ni oziqlanadi deydigan bo'lsangiz, kichkina mayda baliqlar, maloklar va shu tovuq atxotlarini tashlasangiz oziqlanadi va ko'payishi 1 yilda ba'zi holatlarda 1 marta ikra tashlaydi, ba'zi holatlarda kun yaxshi isiydigan bo'lsa 2 marta ikra tashlaydi. U kamdan kam holatlarda bo'ladi. Mana boya aytib o'tganimdek, mana e'tibor qilsangiz ko'rinyapti yo'qmi? O'rtada mana ilon baliq xavfsiz holatda o'ziga qulay sharoit qilib, xamitcha orasiga kirib olgan. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, mayda baliqlar ham ichida yuribdi. Mana shunaqa mayda baliqlardan oziqlanadi. O'tgan yili matchli baliqlarimiz deb tashlagan edik, lekin o'tgan yili bilmayman, havo harorati yaxshi bo'lmadimi yoki bizda boqishni bilmadikmi? Endi sekin-sekin tajriba oshadi, bilasizlar. Ko'paymadi xullas. Ikki mana bu yil erta bahorda yana qo'shib ko'paytirib tashladik. Xolisi shu 1 oylarda, ya'ni may oylarida ikra tashlashni boshlaydi. Oldin basen, ya'ni shunaqa maxsus temirdan karkas qilib basen qilgan edik. Men o'zimcha shu basendan ham ko'rdim. Mana hozir mana shu holatda, mana shu yerda boqqandik. Bunaqa holatda basenda nima tavsiya qiladigan bo'ldim? Endi shu o'zimizning tajribamizdan kelib chiqqan holatda shu mayda bollar lichinkalarini mana shunaqa basenga tashlaydigan bo'lsangiz, bu yerda yemlab katta qilib sotishingizga juda ham bir yaxshi ekan. Imkon darajasida tabiiylik baribir boshqacha samara berar ekan. Shuning uchun mana shunaqa yer kovlab tabiiylik yaratish maqsadida shunaqa qilganmiz. Xudo xolasa mana shu kanalimizni ochamiz. Kanal ilon baliq deb bitta kanal ochib qo'yaman. Bemalol kirib ko'rsanglar bo'ladi. Shu o'zim boshimdan o'tkazgan shu tajribalari, o'zim bilgan narsalarni sizlar bilan ulashib boraman. Xudo xolasa ikra tashlagandan keyin lichinkalari ko'payadigan bo'lsa, sekin-sekin uni ham sotuvini yo'lga qo'yamiz. Pastda nomer qo'yib qo'yamiz. Agar shu ilon baliqqa qiziqishi bo'lgan akalarimiz, ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilib fikr almashsa bo'ladi.
Shu bilganimcha maslahatlar berib boraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Kuninglar xayrli o'tsin.